Kürkü toxularını bordab, xristiyanlarning bayramlarida setishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men Turkiyaning Kastamonu shahrida yashayman. Bu yerda baqmachilik ishlari bilan shug'ullanishni qaror qilgan edim. Hozir Turkiyaning har qaysi shaharlarda hindi qushini beqish avj olayotgan bir mazgil ekan. Ammo hindi qushini Turkiyada kishilar yangi yilni qutlash uchun faqat yil boshida yeydi ekan. Biz uni baqsaqmi yil boshida setish uchun beqishimizga to'g'ri keladi ekan. Buningdan keladigan foydami xalil obdan ekan. Buni beqib yil boshida setish islom shariatimizga uyg'unmi? Yo'l ko'rsatgan bo'lsalar, Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Afsuski, nurg'unlagan musulmonlar xristianlarning, yatlarning, din dushmanlarining bayramlarini cho'ng bo'ladigan, bu munosabatlar bilan ularning tabriklash faoliyatlariga qatnashadigan, hatto o'zlarini alohida tabriklaydigan faoliyat o'tkazadigan bo'lib ketdi. Milodiya yangi yil bayrami yoki Rojdestvo bayrami yoki Shukrona bayrami qatorliq bayramlarni qutlash xristianlarning va g'arbliklarning diniy bayramlarini tabriklash doirasiga kiradi. Bu bayramlarga xristianlarning buzuq aqidalari, xurofotliklari va islom ko'rsatmalariga zid odatlari singan. Albatta, musulmonlarning bu turli bayramlarni tabriklashi harom bo'lganidek, xristianlarga, bo'libmi xristianlarni doğurgan musulmonlarga bu bayramga xos kiyim-kechak, yemak-ichmak qatorliqlarni setish, o'rin va qatnash vositalarini ijaraga berish harom bo'ladi. Faqat mushu bayramda iste'mol qilinadigan ko'rki to'xularni bordab, tabriklaguvchilarga setishmi mushu doiraga kiradi. Chunki bu ularning diniy e'tiqodlaridagi sherikka, kufrga va munkarga hamkorlashganlik bo'ladi. Shundaqla bu bayramlarni cho'ng bilish, bu bayramlarda o'zaro tabriklashish, tabriklash so'rovlariga qatnashishqimi bo'lmaydi. Imom Ibn Taymiya rahimahulloh olimlarning bu vaqtdagi qarashini naql qilib bundoq deydi: Mayli go'sht qatorliq yemak-ichmak bo'lsin, mayli kiyim-kechak bo'lsin, xristianlarning hayit bayramlariga munosabatlik narsalarni ularga setish musulmonlarga halol bo'lmaydi. Shundaqla ularga uloq oriyat bersimi bo'lmaydi. Ishqilib, ularning hayit bayramlariga munosabatlik har qanday ishga hamkorlashsa bo'lmaydi. Chunki undaq qilish ularning shirik aqidasini cho'ng bilganlik va kufr ishlariga yordamlashganlik bo'ladi. Musulmon hokimlar musulmonlarni undaq qilmishlardan to'sishi lozim. Bu Imom Malik va boshqa mujtahidlarning qarashi bo'lib, bu vaqtda olimlar orasida boshqacha qarash yo'q deb bilaman. Hanafiy mazhab olimlaridan Ibn Turkmaniy mundaq degan: Musulmon kishi ular bilan ularning bayramlarida hamsuhbat bo'lib o'ltirish, ularga mol so'yish, tamoq pishirish va bayramlik faoliyatlarda ishlatadigan uloqlarni kiraga berish bilan gunohkor bo'ladi. Janobi Alloh pok rizqni muyassar qilsin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.